Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy. Biz sog'lom turmush tarafdorimiz. giyohvandlik domiga tushib qolma, ogoh bo'l. Giyohvandlikning boshlanishi oson, oqibati esa og'irdir. O'z yo'lingizni tanlang. Narkotiklardan uzoqda bo'ling. Biz sog'lom turmush tarafdorimiz. Giyohvandlik vositalari, ularning analiklari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-modda.